Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilari. Bugun 2026-yil 3-oyning 26-kuni payshanba. Bugungi Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasining 101-soni. Bugungi bu suhbat programmamizning temasi sun'iy idrok oid muhim atalg'ular. Bugun biz bu yana Uyg'ur choyxonasida yangi dunyodagi yana eng ilg'or bo'lgan bir texnika, yani sun'iy aql deymiz, sun'iy idrokmi deymiz, ayaymi deymiz degandek mushtaq har xil atalg'ularni orqali ataymiz buni. Uyg'urcha sun'iy idrok, sun'iy aql degandek. Bugun biz bu sohada paranglashimiz, yani bugungi kunda bu sun'iy idrok bu so'zni hamma yerda anglayapmiz. Bizning turmushimizning muhim bir qismiga aylanib ketdi. Hozir nurg'un yerlarda bu sun'iy idrokka, sun'iy aqldan foydalanib yangi bir davr olmishyotidi. Endi shunday bir vaqtlarda bu sun'iy aqldagi ishlatilgan hamda atalg'ularmi haqida To'g'liq Abdurazzoq akamiz bu haqida maxsus izlanib bir PPT tayyorlabdi. Buning uchun ko'p rahmat. Bugungi shu sun'iy idrok oid atalg'ular haqida to'xtalamiz. Assalomu alaykum To'g'liq Abdurazzoq apandim. Bugungi qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga naq maydonda qatnashib berganingizga rahmat aytaman. Ekran xush keldingiz. Rahmat ukam, shu nurg'un vaqt chiqarib shu choyxonadagi suhbatlarni o'rinlashtirganingga, buning nurg'un jafo emgaklar ketdi, men uni to'g'ri tushunaman. Rahmat sening vaqtingga. Rahmat sizga. Endi bu shu memsh maqola jarayoni deymiz, masalan to'r dunyosida bo'layotgan bir narsa yozib qolsa, mal atalg'ularni buni anda atmaydi, buni manda ataydi degandek har xil nimalar bor. Qoid men qanday ismlarni, qanday nima qo'llashni men bilmayman. Masalan shu zamonaviy fan texnika haqida qabul jamoat nurg'un suhbatlarni qildik. Shu suhbatda har bir atalg'ular yangichada faqat anglab baxmagan atalg'ular bor. Shuni demo endi shu atalg'u ishlatishmi, qoid ikkinchi va qoida ko'rarmanlar inkas yozib, voy manda qilmay buni bosh atsak yaxshi bo'ldi degandek mushtaq bir davolg'ish turayotgan mezgilda sen buningda o'zingiz maxsus atalg'ularni bir qilib qisilish haqida izlanib kelibsiz. Buning uchun rahmat. Unda qolsa suhbatimizni boshlaylik. Dastlabda sizga shu PPTni ko'rsatib beramdim. Shunday. Xo'sh. Holanda olsa so'zni boshlasak, hamda shu sun'iy idrok Abay Abdurimjon degandek sun'iy idrok degan aytib bir yangi fan deb qaraldi-da. Shunga oid nurg'un atalg'ular kundan kunga, soatdan soatga chiqyotdi. Bundaq jiq atalg'ularni endi hammasini bir tarafdan Uyg'urchaga tarjima qilish o'zi degan bir ahamiyatsiz bir ish. Chunki men esimda bor shu 70-yillar Sharq Turkiston vaqtida shu biz matematik fakulteti ma'lum emasmi? Shu vaqtlarda shu atalg'ularni bizning ma'lumlar shu vaqtlarda atalg'ularni ayni o'z peti olayli degan ko'z qarashlar bo'lgan, shu vaqtda talash tortishlar bo'lganda, voy ba'zilar hammasini bir yoqdan Uyg'urchaga tarjima qilmayli degandek gaplar oldi. Buning uchun eng bir misol nima degandagi elektronlik minga deganda dünyada kompüterni shunday degan. Keyin bu nurg'un talash tortishlar bo'lib, oxiri asta bu hammada shu elektron minga demasdan kompüter deb oldigan bo'ldi-da. Bu bir hisobda nihoyat yaxshi fan texnikning taraqqiyotini qaraydigan bo'lsak, shu o'z vaqtida Sharq Turkistonda ruslarning ta'siri biroz kuchli bo'lganki, ruschadan bevosita ilmga atalg'ular chiqdi. Keyin amaliyot surishtirib kelsak, ruschadagi atalg'ularning nurg'unlari amaliyotda ruschadan emas, balki shu qadimgi shu civilization'dan medeniyetlerden şular kim icad qilgan shularning atalg'ulari bo'yicha kelganda, masalan matematika deymiz, ximiya deymiz, geometriya deymiz, geologiya deymiz, shularning hammasi shuni ular u atalg'ular Uyg'urchani topqili bo'lamdi, bo'ladi. Shuning yaqin atalg'ular bormi? Bor. Lekin ularni mushtaq qalaymaqan tonishtirib bergandan keyin bu butun nimasini shu fan texnika sohasi nurg'un qalaymaqanchiliklarni to'ldirib chiqdi deganda, shuning uchun hozir ko'pincha mutaxassislar va shu ilmiy sohasida bevosita atashni to'g'ri ko'rdi. Men bugun bu yerda
Abay Abdurumcan dep ötkendek men özem şu sünni idrak sahasida uzun yıl oldu bunun işlep gelgenimge. Muşumu men daim oylap durgan meselelerde bu kandaklar kılıp muşlarını bir umumlaştırıp bir muntizm şekilde bütün hemmemiz kabul kılgan şekilde ekleştigen. Elbette o mening vazifem emas. Men onun kudurtum yetmesligi mümkün de hemminglar mundaq atanlardı. Lekin fakat men bu yerda to'plagan narsa to'plagan shu termlar deymiz şu hem termlar deymiz İngilizce terminology deydi o İngiliz bu muşlarni bir qurnim AI yani şu sünni idrak ait şundaqlarni to'pladim men sizlar bilan shuni bir muzokara shaklida bir leksiya beray degan. Men ish Oluksa sizga yeningizda telefon echiqlik emas de, ma o ekran yana bir nimada bir xil g'ij chiqib oldi. Biroq telefon yüz yok bu. Men telefonnu o'chirayotganmi ki ya. ha? Boshqa hech qanday narsa yo'q bu yerda. Endi u chiqishdi. Telefonni o'chiryaptim endi. Endi-chu. Endi bo'ldi, ha, xo'sh. Endi biroz yaxshimi? Endi yaxshi. Abay bu telefonni o'chiryapman shuningdan bo'pti. Abay gaplar anglangandi ha? Anglandi. Biroz iliq shovqini bor. Odamda sual birinchi bet ko'taylamdi. Endi bu mazmunni boshlashdan burun oldi bilan shu sunniy idrokninki shu nima vaqt jadvalini bir qisqacha bir tanishtirib o'tay. Bu yerda uzun to'xtalmayman chunki bugun berilgan vaqt nihoyatda ixcham qis shunga mani chaqqanli bir o'tkazib o'tay. Endi u sunniy idrok degan tushuncha buningki tarixini surishtirgan bo'lsak, o'sha 1940-yilga apag'in oldu. Bu qandaqlarcha deganda amaliyotda shu 40-yildan burunla shu qadimgi shundaq rivoyatlar, shundaq narsalar bo'lganda, masalan, odamlar shu masalan yog'ochdan yozgan asboblar yoki bo'lmasa shunaqa rivoyatlarda shundaq bizning uchar gilam deydigandek ashtaqlar narsalarni chiqarishning o'zicha shu odam insonninki shu boshqa narsalarning shu odamninki aqllik ishini qila oladigan ishlarni yaratgan bunday ideyalar degan qadimdili bor ideyalar. Lekin ham shu 1940-yildan boshlab qanday bo'ldi deganda bu shu Alan Turing degan bir mutaxassisni hammamiz anglagan bo'lishimiz mumkin. Turing siniqi degan o'ttirib qo'yganda shu vaqtida shu odam mashinninki mashin bilan odam paranglashganda agar uchinchi odam bir mashina bir odam paranglashganda agar ikkisi yo'shini oldi o'tirgan chog'da u odammi yoki mashinmi farqlanmaydigan bo'lsa u vaqtida shu Turing testniki Turing siniqining bo'yicha shu vaqtida mashinda aql degan narsa bor deyildi degan mundaq aytganda shunday xulosani chiqarganda shu endi 1950-yilda Alan Turing shu Turing siniqi degan maqolani yozib dunyoda shu vaqtda unutgan. Endi sunniy idrokninki boshlanishini shu yerga olgan bo'ldi. Uning 1956-yilga kelganda Amerikada Dartmouth workshop deb bir workshop bo'lgancha bir nima ishlash gruppasimi ishlash tadqiqot gruppasi qurilib shu vaqtda bular tunji qitim ya'ni 1956-yili tunji qitim shu artificial intelligence ya'ni sunniy idrok yoki sunniy aql degan shu hukmni birinchi qitim shu vaqtda qo'yganda buning da 56-yil bo'lgan ish. Ondan keyin 1970-yillarga kelgan chog'da bu expert system deydigan bir tushuncha bor, ya'ni shu mutaxassislar sistemasi deydigan. Ham buni mandaqchida aytgan chog'da qanday bo'ldi mutaxassislar sistemasi nima degan chog'da shu kompyuter programni yezish orqali shu kompyuterlarning ma'lum bir ishlarni qildirishiga nim qilish deganda. Lekin u vaqtida bu nima uchun u vaqtlarda toza taraqqiylanib ketmadi degan chog'da u odam orqali program yazish degan nihoyatda qimmat to'xtaydigan, vaqt ketadigan. Endi keyin u
program arqılı çıkargan xulosalarmı amaliyotga toz uyg'un kelmaydigan bir ahvollar bo'lib qoldi. Shuning uchun shu Amerikada hamda Amerika shu avangardga shu Amerika tarafdan shundaq shu expert sistem var, shu mutaxassis sistemimiz taraqqilantirishda nima o iqtisod jihatdan berildigan pullarni qisqartib o'tgan gap. Shuningdan keyin bu AI taraqqiyoti shu yillarda to'xtalib qoldi. To'xtalganlikdan bu davrni nima deydi deganda yana bir atalg'i AI'ning winters deydi. Ya'ni artificial sun'iy idrok taraqqiyotininki qishliq kuni deb ataydi. AI winter deydigan tushuncha bo'lsa vaqti biz qishi deb shu qish degan qandaq oldu degan sovuq bo'ldi, nim bo'ldi da harakat hammasi shu to'xtalib qoldi deb 1970-1980 bo'lgan bu yillarni shu AI'ning qishlig'i deb atildi. Onun ikazıma 1990 yıl kelgan chaqda o vaqtda kompyuter sohalari taraqqilangan bo'lib g'arb davlatlari, Amerika qatorliq davlatlarda kompyuter biroz umumlashgan vaqtlar. Andan keyin shu vaqtida shu mashina o'rganish degan bir davr boshida mashina o'rganish davri degan shu 90-22 yillarga bo'lgan vaqtda mashina o'rganish degan zot nima deganda buni keyin yana ayrim bir batda buni tonishtirman shu mashina o'rganish davri deb olsak bo'ldi deb qarasak bo'ldi. Andan 2010-yil 2014-yilga kelganda bir bo'sish xarakterli narsa bo'ldi. Bu bo'sish xarakterli nima deganda bu vaqtlarda big data ya'ni büyük ma'lumot Anneme hemmimiz anlagan go men bu to'g'riliq bir leksiya bergan amaliyotda shu nimaga borgan chaqda mana shu Norvegiya borgan chaq shu vaqtda mush to'g'riliq bir leksiya bergandim. Uliqi bir nima bo'ldi deganda o vaqtda bir cho'ng vaqa nima deganda mushuliqi mush deep learning ya'ni cho'nqur o'rganish degan bir tushuncha hosil bo'ldi. Cho'nqur o'rganish degan tushuncha hosil bo'lgandan keyin nurg'un shu kompyuterning GPU degan nimalar azanlashib ketdi. Hisoblash suratlari ko'payib ketdi. Kompyuter sistemini ait zo'rlar taraqqiylangandan keyin andan keyin shu kompyuter orqali shu suratlar deymiz, imagelar, suratlar, sinlar, andan keyin tekstlar shundaq narsalarni hammasini bir taraf qilish qobiliyatini o'sib ketdi. Shu vaqtda andan keyin bu davrni shu cho'nqur o'rganishninki bo'sish xarakterlik davri deb ataladi. Undan keyin 2015-yil qolgandan keyin shu bir superhuman AI degan narsa bor. Super inson sun'iy idrok deb oldim bu yerda. Bu davr qanday bo'ldi deganda shu abayqılık asasda mesela kompüter texnikasının yükseklenişi, büyük malumatların analiz kılışının terakkiyatları şular arkalık bösüş karakterini bulup andaki bu superhuman AI degan narsa nima deganda bir misolni keltirgan oldu. 2016-yili ma'lumotga Go degan bir o'yin bormi? Yaponiyadan chiqqan kichik majonlardan o'ynaydigan Go degan AlphaGo deb bir nima chiqib, bir kompyuter algoritm chiqib, shu algoritm orqali tuzilgan program shu Go degan shu o'yinninki chempioni, dunyo chempioni Liday qo'ydim ismi. Shu dunyo chempioni o'tib chiqdi. Shu vaqtda bu nima uchun superhuman deydi deganda insondan bekerak aqlli mashinani program tuzilgan degan mundaq aytganda oddiylashtirib shundaq narsa paydo bo'ldi degan bir tushuncha. Aniga 2020-yili 2024-yilga kelgan chaqda biz hozir yashayotgan davrdagi shu hozir nimalarda masalan buni generative AI deydi. Generative AI'ni men bu turkcha qarab baksam ular üretken debdi. Üretken AI debdi-da. Shu vaqtida üretken degani hamda Uyg'urchada ügetken deganda. Generative'ning inglizchaning o'zining ma'nosi yaratish, chiqarish degandek ma'noni bildirdi. Lekin uni bu generative AI'ning bir deganda bu shu kompyuter orqali tuzilgan shu nima o'zligidan
o'zligidan iliqi yengilliklarni yarata oladigan holat kelib qoldi. Bu biz hozir nima qilayotganlar. Generative AI'ga nimalar kirdi degan biz hozir ko'pinchimiz ishlatayotgan ChatGPT deymiz va kaza shundaq nimalarning hammasi shu generative AI davrida chiqqan narsalar. Bu taqi shu yaqindilar taqi. Balkim nurg'un odamlar balkim shu bulton bu narsani anglab boqmaganda, ma bu yildan boshlab generative AI degan atalg'ini aytdi. Keng nim qilyapti. Bu. Endi mana bu kelgusi qanday bo'ldi? Masalan, 2025-yildan kelgusi kelgan chaqda endi bu asosan shu AI bilan insonning orasidagi aloqasini qo'yib qo'ydi. Ya'ni bu AI odam qila oladigan hamma ishni qila oladigan. Hatto odamlar o'zaro bundaq urush, jidal, undaqlarni qildi-ku, shu AI'larmi shundaq taraflarga qarab manga oladigan, shu insonlar bilan asosan farqi bo'lmaydigan, hatto insondanmi aqlliq darajaga o'sadigan bir davr kelib qoldi. Bu endi bir buning da hozir endi nurg'un munozirlar va talash tortishlar mush narsani taraqqiylantiramiz yo'q degan kelgusidagi ahvol shu. Shuni qisqacha aytgan chog'da shundaq endi vaqt jadvali shundaq. Mening faqat bu yerga maqsadim shu vaqt jadvalini işte bir to'y ko'rsatdi, shu tarixdan xabarimiz bor. Buni yaxshi edi. Qani yana bir betga. Yana bir bet ko'rsak endi bu asosan abayda mazmunlarni ixchamlar shu mau Venn diagramdek graflar orqali tushuntirishdan. Endi beshida qarasak artificial intelligence uni sun'iy idrok deb olganimiz yaxshiroq. Gerçi ba'zilar sun'iy aql yoki boshqa atalgan atamiz mencha shu sun'iy idrok deb olganimiz yaxshiroq. Chunki shu artificial intelligence degan atalg'i dastlab chiqqanda sun'iy idrok deb ishlatyapti. Endi buning o'rniga nima uchun shu vaqtda sun'iy aql demidi deganning sababi shu o'z vaqtida endi aqlni qandoq sun'iylashtirdi degan tushuncha odamlarga atasi nima kammaydi shuning uchun idrok degan tushunchani olgan. Aql degan bu mashina qanday aql bo'ldi? Aql degan faqatli inson xos narsa emas deb shu to'g'ri talash tortishlar bo'lgan vaqtda. Lekin sun'iy idrok deb olganimiz yaxshilar deb sun'iy idrok deb oldi. Endi mashina o'rganish shu machine learning degani mashina o'rganish deb oldigan bo'ldik. Neural network degan endi neural network degan nima deganda shu odamningki shu nerv sistemasi, miyasining nerv sistemasidan ilhamlangan bir nima bo'lgandan keyin uni neurotore deb olganda, neurotore degan to'g'ri shu neurotore deb olganimiz to'g'ri. Endi yana cho'nqurlab qanchaqda deep learning, ya'ni cho'nqur o'rganish. Cho'nqur o'rganish nima degan chaqda endi birdan turib meni ayrim turibsizmi? Amaliyot o'ng tarafdagi nimani ko'rgan bo'lsanglar bo'ldi. Bu shu qatlamlarga bo'lib, qatlam bo'yicha shu nerv insonning nerv sistemasini shu xuddi qatlamlarga bo'lib nima qilganda chunki uchur kirildi, tafakkur qilindi, endi keyin xulosa chiqdi-da. Bu bir qatlam degan tushuncha. Voy, masalan bizni oldigan bo'lsak, oq narsadan qor narsani ko'rgandan keyin oqga, qarkan darhol bir inkos qaytib chiqa olamiz. Bu oddiy narsa. Lekin oqning ichida zodi qandoq narsalar bor, ya'ni qandoq nimalar aralashgan deganlarga kelgan chaqda u tafakkur jarayonni bir bosqichda emas, necha bosqich qo'yib shu nima qilib mang'adiganda shuning uchun buni cho'nqur o'rganish deb atadi. Umumiy amaliyotda bir hisobda bu cho'nqur o'rganish bilan nerv teoriya degan shu faqat bir daraja yoki bir qancha daraja yuqori o'rganish degan nimada shuning uchun. Endi abay deb o'tdim, generative AI deganni o'rgatgan sun'iy idrok deb o'rgatgan sun'iy idrok degan aslida mundaqcha aytgan chaqda biz ishlatayotgan shu ChatGPT degan savol javob bera oladigan, boshqa rasmsiz bera oladigan, sizni yoritib bera oladigan shu deb qarasak bo'ldi. Bu tarqilayotgan nurg'un narsalar bor. Men ChatGPT deb o'tdim, Gemini degani bor, Jasper degani bor, endi Copilot deganlar bor. Buni nurg'un qarindoshlar balki hozir ishlatibdi. Bu shu generative AI davridagi 2020 yildan boshlab shu tarqilayotgan bir yangilik. Yana bir bet kelaylik.
Vaqtni Abdurahimjon cheklab turaylar biz. Yani, Hem de bu grafikni men o'zim layildim. Hem de bunun da qanday deganda bu emas AI'dan foydalandım da albatta. AI'dan foydalanıp qanday foydalandım degan chaqda oldida mushu AI sohasida AI'ning qo'lida sohalari deganni oldi bilan unda bir surishtirib topdim. Surishtirib topgandan keyin uningda o bir 50-60 nurg'un narsalar chiqdi. Uning andiki ishdikilarni ixchamlab ba'zilarini kategorik silib andiki ularni qilib andiki bu eng oxirgi kelib shu 10 turga bo'linda bir qaysi sohalarda ishlamdi deganicha hozir. Buningdan boshqa sohalarda ishlamdi, hamma sohalarda ishlamdigan bo'lib ketdi. Men ham umuman biroz umumlashgan applicationlar qo'llanadigan sohalarda. bu şu layersiz sünniye kıl layerden azmış ne? Sun'iy alqırlarlar. Bu Uygurca kanat unutmaz. Ne mi kırk baksa fakatmış Uygurca şu yaxşı Ya yazılan bu var. hamda mundaqcha biram turib prompt engineering degan chaqma shu narsani tushundirma. Hamda bu Uyg'urcha hozircha sal boshqa nimaga ketib qoldi. Uyg'urcha hamda boshqa tillarga qaraganda bu taraflarda texi ojiz bo'ldi. Shuning uchun men qanday qildim deganda inglizchani, graflarni men o'zim shu AI'dan foydalanib bularni nim qilib, andikin bu yerda Uyg'urchasini o'zim kirgizdim. Uyg'urchasini o'zim kirgizdim. Men deb baqdim shu siz degandekchi Uyg'urchasini yozib baqa desam bir qalaymiqan bir nimalarni yo'q chiqarib qo'ydi. Chunki Uyg'urchadagi mana shu AI atalg'ulari yo'qda. Biz agar hammamiz ishlatishga boshlagandan keyin biroz umumlashgandan keyin albatta ularni hammasini kirgizamiz. Lekin mushuni agar mushuni mush rasmni vaqo mushtaq kopiya qiliblar shu ChatGPTga siliblar ashadagi inglizchalarini masalan ruschaga turkchaga yoki boshqa biroz keng doira qo'llanadigan tillarga tarjima qilib berdi. Shu zamon bir necha sekund ichida uni qilib bera oladi. Hatto men ranglarni biroz tanishab bergan bo'lsangiz, men bu bosqichlarni hammasini o'zim qildim-ku, qilib qarab ranglarini tanishlash, haqda yiqimliq bo'lish, ashtaqlar hammasini tanishdim. Uyg'urcha degandek o'rniga tushmadi, lekin hozircha mushtaq usulda mushtaq bo'ldi. Endi buni mazmun kelsak, mazmun kelsak bu hamda birinchisi healthcare degani sog'liq sohasida, sog'liq sohasi, sog'liq saqlash sohasi. Lekin avtomobil shu avtomatik mashina deganlar avtomobil sohasida ishlandi. Lekin finance ya'ni iqtisod, ya'ni moliya sohasida ishlandi. Lekin mau surveillance ham eng yaxshi misol nima deganda shu Xitoyninki, shu Sharq Turkiston yoki Xitoyning amaliyotda hamma yerda rasm tortadigan apparatlarni bekitib xalqlarning harakatini kuzatishda, har qanday harakatini kuzatish bu hamda bu sohalarda AI'ni aytib ko'p ishlaydi. Surveillance deydi, nazorat qilish sohasi. Lekin sosyal media, masalan biz hozir ishlatayotganmiz sosyal medialar nima Facebook deymiz va kazan nurg'un nimalar va ChatGPT'lar va nimalar ishlarning hammasi shu sosyal media tarafı ijtimoiy taraflarga kirdi. U doiralarda hozir keng doira ko'ringan bo'ldi. Endi mana bu entertainment ya'ni ko'ngil ichish sohasi, o'yin qo'yish, muzika, so'z ijod qilish, muzika nima qilish. Hozir deganda shu masalan ba'zi sun'iy nimalar bor idrok qilib bulanlar va ular hatto shu nima muzikani so'zni lekin naqshlardan tortib shu nima qila oladigan bu odam bilan farqi yo'q, odamdan bu yaxshi aytadigan ishlarni bilan kelib ketdi. Bu bir cho'ng bir tarmoq. Endi kelsa ma'rif sohasida hamda hozir biroz talash tortishda ma'rif sohasida mushuni qanchalik qo'llaymiz degan gapda. Chunki bu bir masala nima deganda shu o'quvchilar AI'ga tayinlab shu o'qimaydigan ahvollarni aytdi. Nima qilib ketib bordi-da, maktablarda ishlarni kontrol qilish bir nima. Lekin ma'rif sohasida bunday ko'p foydasi bor nima deganda bir nimani o'rganish kelgan chaqda jiq nima foydasi bo'ldi-ku. Bu foyda taraflari yana ziyindan qaraganda yana jiqaroq. Shuning uchun bu sohada ishlandi. Lekin mana space exploration deymiz hamda olam bo'shliqni tadqiq qilish.
Bu sayede mesela en yaxşı misalmış Elon Musk. Elon Musk'ın aldığan bolsak, u hazır en yeni bir işlewatgan bir türü neme degende, şu ayga şu nimalarni o'rnashtirib, zavodlarni o'rnashtirib, elektr stansiyadak narsani nima zavodlarni nima qilib, butun yer sharining elektrini shu orqali ta'minlash deganda, shu endi shu olam sohasini tekshirish sohasiga kirdi. U hozir taraqqi qilayotgan. Shu yaqin 4-5 yil ichida bu sohada bir cho'ng bo'sish xarakterli narsa o'tadi. Elon Muskning deganda balkim shu 5-6 yıl ichida deydi. Bu bütün yaşarda işletilgan toplar shular orqali bo'ldi bu odam. Elon Musk hatta o'zinglar bilsizlar, hammamiz bilmas, Marsga nima evitib o'tganki, u proyektni to'xtatib qo'ydi. U turni biroz to'xtatib qo'yib, ma'noga bir bekini qiziqadigan bo'lib ketdi bu. Endi gaming degani o'yin. O'yin degan nima? Kompyuterda har xil o'yinlarni o'ynash bu sohada taraqqi qilayotganiga 30-40 yil bo'lib ketdi deyman. Shu u sohada hozir shu nima taraf AI orqali nima qiladigan bo'lib ketdi. Robotics deganimiz robotika bu hamda mashina odam demdik. Mashina odam deganlar robotika uni robot deb olamiz. Shu sohalarda ko'proq nima qiladigan bo'ldi. Andan keyin dehqonchilik sohasini ishlatib ko'p keng qo'llanilgan bo'ldi. Men dehqonchilik sohasida masalan nimalarni itizni sug'urish, mahsulotlarni mo'ljallash degandek narsalarni AI orqali qiladigan bo'lib ketdi. Shu sohadagi asboblarni ko'payib ketdi. Avtomatik kombaynlar, nima yuk to'shqichi mashinalar degandeklarning hammasi shularni. Yani e-commerce deganimiz eng keng nima e-commerce degani shu elektron orqali savdolarni elektron savdo deb oldim, shu elektron savdolarni. Ha? To'r savdosi shumi elektronlik savdo degan. To'r savdo shuniki bir tarmog'i, lekin yani elektron savdo degan uningda kengroq bir nimalar kirdi. Masalan shu deymiz davlatlar bilan davlatlar orasidagi shu savdo aloqalari shundaqlarning hammasi shunga ichiga 11 oyat bir kengdar. Bu hamda shu qo'llanadigan sohalarda nima tarmoqqa bo'ldim. Albatta men abay deb o'tdim. Buni surishtiradigan bo'lsak nihoyatda jiq. Asosan hamma sohalar kirishib ketdi hozir. Ve yana bir bet o'taylik. Endi meyada shu nihoyatda muhim bo'lgan shu 5 tarmoqini da 5 shu artificial intelligence'ning 5 tarmoqini bir ya'ni 5 atalg'ini men bir qo'l nim qilib chiqay. Bu yerda buni men o'qib beray. O'qib berganda biroz nimaroq bo'ldi, chunki buni vaqtni şimdi şu o'qib beray. Birinchisi shu nima, bu sun'iy idrok, ya'ni artificial intelligence'ni sun'iy idrok deb oldik abay. Odatda insonning aql parosatini talab qiladigan vazifalarni, masalan, tafakkur qilish, yangilikni o'rganish va yoritish va qaror chiqish qatorliq iqtidorlarga ega bo'lgan kompyuter sistemlarini taraqqiy qildirishni bildirdi. Bu sun'iy idrok. Sun'iy idrok mashina o'rganish, cho'nqur o'rganish va tabiiy tilni bir taraf qilishni o'z ichiga olgan keng doiralik texnik ifodalar. Bu hamda buni yana bir batga o'taylik. Ha, ikkinchisi mashina o'rganish. Mashina o'rganish deganimiz sun'iy idrok sohasiningki bir muhim tarmoqi bo'lib, u kompyuterlar va mashinalarning ma'lumotdan foydalanib o'rganishiga va vaqtning o'tishiga erishib o'zining iqtidorini o'tdi. U algoritmlarni qo'llash orqali
ma'lumotni tahlil qilish, faraz qilish va takrorlanadigan mashg'ulotlarni avtomatiklaştırdı. Bu mashina o'rganishimiz. Endi ma'lum kelsak, nerve teori deganda neural network İngilizce. Nerve teori. Nerve teori odam mingisidan ilhomlangan bir mashina o'rganish modeli bo'lib, u özellikle ilgilerini tepsili tunuş, faraz qilish ve murakkab meselelerini hal qilish maqsadida loyihalangan. Bu tor bir-biri bilan bog'langan tutash nodalar. Bu nodalar deganimiz bu yerda nervlar deganlar, neyronlar. Qavatlaridan tarkib topgan bo'lib, her bir neyron kirish uchurlarini ishlatib, ig'irlik omillari va nuqsonlarni qo'llaydi. Natijani aktivlash funksiyasini o'tkazib, chiqish uchurlarini to'rning keyingi qavitiga yo'llaydi. Men abayliq bir to'rni ko'rsatdim qana ayolga shu to'r. Shu to'rninki bir qavitidan kirgan narsani shu ig'irlik degan nimalar borda bu odam uning kirishib ketmay shu bir-birlab eng oxirgi sol tarafga kirish uchurlari, o'ng tarafga chiqish uchurlarida shularni qo'llangan. Bu endi mana deep learning degan deep learning deep learning o'tib qolibdi. Deep learning deganimiz cho'nqur o'rganish deb aqlimiz yaxshiroq. Mashina o'rganishningki deep learning. Mashina o'rganishning bir tarkibiy qismi bo'lib, ko'p qatlamli sun'iy nerv torlarni qo'llab, cho'ng ma'lumotlardan murakkab andizlarni o'rgandi. İnsan mengisidan ilhomlangan bu modullar odamning arzidan xoli bo'lgan holda ham ma'lumotlarni analiz qilib, unumli yakunni keltirib chiqildi. Bu yerda ma gapni aytmayimda, odamning arzidan xoli bo'lgan degani o'zligidan chiqildi deganda. Masalan, şu endi bir odamning bir alaydiligi shu, odamning mengisini aldaydiligi shu, biz ko'rgan narsani, o'qigan narsani o'zimizni qilib, endi bir xulosalarni chiqarmaymiz. Ma bu shu cho'nqur o'rganish kelgan chog'da shunda iqtidor bo'ldi degan ma'no bo'ldi. Qani yana bir batda bu yerda men o'qib berdiğimden eng asosiysi shu generative AI. Generative AI'ni odamlar üretken sun'iy idrak deb ağınımız yaxshi. Bu qanday deganda ishlatuvchining talibiga asosan tekst, rasm, ovoz, sin va hatto yumshoq detal kod qatorliq butunlay yangi mazmunlarni yaratadigan sun'iy idrokning bir qismi. Türge ayırış, yoki faraz qilishga ahamiyat beradigan an'anaviy sun'iy idrokdan farqli holda o'rgangan sun'iy idrok keng ko'lamli ma'lumotlar to'plamidan andiza va munosabatlarni o'rganish orqali asli natijalarni hosil qildi. Bu endi abay men deb o'tdim, hozir shu biz ishlatayotgan ChatGPT qatorliq shu yangi nima to'lama shularning hammasi shu o'rgatgan AI sohasi. Endi meyada mani bu nimaga kelgan chog'da bu vaqt qanday o'tyapti nima men qarab. Hozir 30 minut bo'ldi. Xo'sh. Vaqtni nima qila olaydi. Endi meyada mani bu sun'iy idrokni qo'llaydigan 20 sohalarni bir nima qilib chiqdimda bu yerda. Abayqindan biroz kengaygan holda. Masalan, bu yerda bularni bir-birlab o'qib chiqmayimdi. E-commerce personalization deydi. E-commerce deb abaydi elektronlik sodini optimization elektronlik soda. Bunu bilan tushuntirib o'tmay yomon vaqt chiqib ketadi ekan. Dynamic pricing deganimiz nima deganda shu baholarni shu o'zligidan bozorning ahvoliga qarab o'zligini bahoni tenglash degan misol bu. Andikin voice search and shopping deydi. Masalan,
soda qilganda ama ilip setish sohalarida shu soda qilishlarda ovoz orqali shu nimalarni sizlarni baholarni mo'ljallash qatorliqlar bu. Andikin abay buni deb o'tdik, ma'rif sohasidagi AI'ning ma'rif sohasidagi ishlishi, andikin voice assistance for learning deydi, o'rganish vaqtida ovozliq shu ma'lumotlarni tushunish va almashtirish degandekda. Andikin smart content creation deganimiz mazmunlarni aqli mazmunlarni chiqarish, keltirib chiqarish degan. Robotics automation deymiz, abay buni deb o'tdik. Shu masalan odamga o'xshash shu mashinalarni ishlab chiqarish, odamning ishini qilish degandek roboticslar. Andikin autonomous navigation deydi. Autonomous automatic shu mashinalar shuni mashinalar avtomatiklik poyezdlar andikin shuni qatnash soatlik va automation nimalar kirdi. Shuningga o'xshash bu yerda 20 ni bilan hammasini bir-birlab o'qib o'tmay chunki tuandagi mazmunlar. Bu endi buni ayrim sep qo'ysak o'qisanglar bo'ldi. Yana bir betga o'taylik. Endi nurg'un qarindoshlar hamda shu hozir shu AI'ning taraqqiyotidan shu xizmatlarimizga ta'sir qildi degan bir andishalar bor. Men istagan shirkatlardan masalan bizning ishimizni ip ketadigan bo'ldi deb. Lekin unda ishlar yuz bermadi. Bir qism nimalar ish o'rinlarini haydalgan bo'lsa-mu, asosan shu kompyuter sohasida ishlaydiganlarning hammasi shu asosda o'zlarining kasbi yeni narsani o'rganish orqali o'zlarining nimasini to'g'rilab ketib bordi. Çünkü meyede mavi ben bir izlep baksam şu 2026 yılı şu AI bilen münasebetli hizmetler var, törenlikler, esaslı hizmetler. Birincisi mavi AI Research Scientist deydi. AI tədqiqatındaki mütəxəssisliği diye. İkincisi bana Machine Learning Engineer diye. Machine Learning Engineer, abay maşini öğrenişini depettik o, maşini öğrenişçilerliğe diyen, bunlar hem de öz vaxtideki şu kudu statisticianlar o'xshaydi, statistik analistlar o'xshash bir narsa, ham machine learning engineer deydi. Amaliyot qiziq yer chunki ko'pincha men biladigan ko'pincha statisticianlar hammasi degidek nima machine engineer yoki bo'lmasa shu deep nima cho'nqur o'rganish mutaxassis ishlarga o'zgartib oldi, o'zlarini statistician demayman olib ketdi. Shu üçüncüsü de ötkendek deep learning specialist dediğimiz hem de çoğunkur öğreniş specialist ve alaylık ilgi mütehassisler diyorum gepte. Andaki data scientist. Data scientist yani kasıplık hele 10 yıldır böyle farklı vatkanda bu hem de şu malumat alımları. Bunun dair münaitken oldu. Andaki AI ethics and policy specialist dediğimiz bu da şu AI münasebetlik şu siyasi tedbirlerini tahlil kıldığan, tədqiq kıldığan adamlar. Bu hükümet orada köperek müştak hizmetler bazı. AI ethics policy. Andaki AI product manager deyimiz. Ben burada oylap kaldığımda mesela şu eğer siz yoki birisi mesela şu bir zavod qurib, uning ichida agar butunlay shu robotlarni ishlatadigan ahvol bo'lib qolsa, o robotlarni boshquradigan, ularni o'rinlashtiradigan ishlarga adam kerak-ku. Degan bo'ldimda mesela uni product manager deydi, shu mahsulot AI mahsulot boshquruvchilar shu. Lekin AI software engineer deganimiz shu yumshoq detal endi. Artificial AI'nin yumuşak detallarını layihalaydigan bir taraf kıldıgan. Meyli qandaq oluşdan qazı nazar. Hazır tıqılık AI özünü özü program tuzduğan davrda kemmidi. Yani o davr kelgandikin bulan belki
software engineering anı belki hizmette ayrılık kilish mumkin, lekin menimcha ularga yana boshqa ishlar chiqadi deb qarayman bu. Ama ya da prompt engineering degan nima degan chal, prompt engineering degan men prompt deganni prompt deb oldim. Ama ne prompt engineer degan prompt engineer deb oldim. Buning sababi qaranglar. Bunun prompt degan nimani bildirdi degancha amaliyotda oddiylashtirib aytgan chog'da. Masalan, ChatGPT hammadamning qo'lida bor, shundaymi? Hammadam telefonni ChatGPTga tushiradi. Lekin ChatGPTdan qanday foydalanish, ChatGPTdan qanday savol so'rash, u savollarni qanday tafakkur qilib, uningdan mazmunli shu AI'dan foydalanib mazmunli xulosalarni chiqarish. Şunun kelganda o'ziga bir xil loyihalash ketgan. Mushuni prompt engineer deydi. Shunga o'xshash. Andan keyin AI quality assurance analyst deydi. O'sha AI'ninki AI orqali masalan shu mahsulotlarninki nimasini, mahsulotlarninki nima bo'lmasa alaydiliklarni, andan keyin uningki unumlarini tekshiradigan shunday. Bularni men shunchalik tunishtiray, endi bu yerda men 20ni chizib qo'ydim. Buni men chiqarib qo'yma. Agar vaqti kelganda shulardan keyin qilsak bo'ldi. Ish qilib mencha ansirmaslik kerak-ku. To'xtamay o'rganib turgandan keyin bu AI mening xizmatimni oldigan bo'ldi degan narsa hozircha ansirashning hech qanday hojati yo'q. Chunki uni hukumatning ma'lum darajaga kelgan chog'da cheklaydi-ku. Agar AI'lar adamın hizmetini adamlar nima ish qildi degan savollar chiqadi. Albatta bir hukumat bo'lamdi, shu vaqtda bir shirkatlar bo'lamdi, shu taraflardan ko'ngil bo'lib yo'llarni topib. Lekin to'xtamay o'rganib turish kerak, u bir muhim, eng muhim. Amma yana tuvanda balkim bir zerikishlik narsalarni bir sizlarga o'tmam, ishada men to'plagan shu AI'ninki muhim atalgılarda. Bularga hammasiga men Uyg'urchani bir qur nima qilib chiqdim. Shuni qarab undan keyin bir naqsh chiqaydi. Ma birinchi battikisi bu nima deganda AI fundamentals deymiz, ham sun'iy idrokning asosiy atalg'ilaridir. Albatta AI degan birinchi, AI'ni sun'iy idrok deb oldim. Ondan algoritmni algoritm deb oldik-da. Amaliyotda bu algoritm degan bizning Al-Xorazmiydan kelgan atalg'u, shuni buni tarjima qilishning hojati yo'q. Deep learning, cho'nqur o'rganish, neural network, nerv to'g'ri, model deb olaylik. Endi AGI deganning ma'nosi nima deganda sun'iy umumiy idrok degan. Bu bir yangi taraqqiyotgan narsa, nimaga chiqmadi, rasmiy ro'yobga chiqmadi. Ondan machine learning degan mashina o'rganish deb oldik. Narrow AI degani tor sun'iy idrok. Bu nima uchun tor keng deydi? Tor deganning sababi nima deganda, masalan ham AI deganda hamma ishni qila oladi degan narsani qilgandan ko'ra tor narrow AI deganda torligi qaysilindan bo'ldi deganda, masalan doktorlikni qila oladigan kasbga maxsus shuni qiladiganlarni bu narrow deydi. Bu tor xarakterdagi sun'iy idrok deydi. Masalan doktorxonada ishlaydigan doktor AI'ni, doktor robotni boshqa qila olmaydigan qildi. Chunki hozir bu nima uchun shu narsa o'tirib tushdi degan chog'da hozir shu AI sohasida mutaxassislarning ansiraydigan yeri nima deganda, agar shu AI'ni odamga o'xshash qilib qo'yadigan bo'lsak, keyin bular o'zlari to'plashib, o'zlari bilan paranglashib, odamda ko'p qolgandan keyin albatta o'zlari to'xta, bu odamlarni yo'qotib o'taychi deydiganlar chiqib kelishi mumkin deb ansiraydi-ku. Shuning uchun tor AI'ni taraqqiylantirib, keng doirali AI'ni to'sish kerak degan nimalar bor. Shuning uchun bu ataldi. Yani big data deganimiz nima deganda, buyuk ma'lumot deb olganimiz yaxshi. O'z vaqtida zo'r ma'lumot deb olganlar bor, cho'ng ma'lumot deb olgan bor. Lekin cho'ng degan atalg'ini doirasini aytganda, shuning uchun buyuk ma'lumot deb olganimiz yaxshi deb o'ylayman. Autonomous deganni hamda avtonom deb asaqli bo'ldi. Yana bir deydi.
Ee, Mashina o'rganish va tarbiyalash degan. Bu sohadagi atalg'ular masalan birinchisi supervised learning. Supervised learning degani ham nazoratlangan o'rganish deb oldik. Ağınımız yaxshi. Nazoratlangan o'rganish. Ya'ni unsupervised learning kelgan chog'da nazoratsiz o'rganish. Buni albatta nima ma'nini bildirib bu yerga tushuntirib o'tmayman. Endi keyin reinforcement learning. Reinforcement learning degani kuchaytirilgan o'rganish. Uning kuchini texmi kuchlantirishda kuchaytirilgan degan gap. Hamda RLHF buni inson inkasının kuchaytirilgan o'rganish degan. Bu biroz yana o'sha yangidan chiqqan RLHF deb olganda buni. Buni hamda inglizcha amaliyotda reinforcement learning from human feedback degan gap bo'ldi. Training data deganimiz hamda tarbiyalanadigan ma'lumot degan gapda. Masalan, shu machine learningdagi ishlik uchun tarbiyalanadigan ma'lumotlarni berish to'g'ri keldi shu training data degan shu tarbiya. Lekin feature extraction. Feature deganda bu yerda men alaydilik deb oldimda. Alaydilikni qizish degan feature extraction deydi. Masalan, odamning yuzini oldigan bo'lsak-chi, odamning yuzining featurelari nimalar bo'ldi? İki quloq bo'ldi, qosh bo'ldi, ko'z bo'ldi, qosh bo'ldi degandek ashlarning hammasi feature bo'ldi-da. Masalan, odamning rasmini kompyuter orqali to'ldirish uchun shunday featurelarni hammasi kezib chiqib, endi shulardan bir büyük ma'lumot analiz to'ldirish orqali ashlarni belgilash degan. Parameters deganni hamda parametrlar deb oldik, chunki bu azaldan biz parametr deb qoldik. Bu yerda o'zgarish yo'q. Bu Braziliyada bo'ldi shu parametr degan ishga keldi. Ammo bu hyperparameters deganimiz bu hyper parametr deb olganimiz yaxshiroq. Buni qaytadan nima qilishdan ojiz. Hyperparametr. Chunki hyper degan atalg'uma asosan umumlashgan bir atalg'u. And now overfitting deganmiz program so'zlar ishlatilgan narsa. Bu nima deganda ortiqcha moslashish deb olganimiz yaxshiroq. Ortiqcha moslashish. Shunga o'xshash underfitting degan nima deganda yetarsiz moslashish, yetarsiz aldimas. Bunaqa masalan fit degan narsa nima deganda ma'lumotlarni konkret narsaga moslashtirishdir. Moslashtirish bilan tushuncha moslashtirish degan mos kelmish. Endi modelni bağlash va hisoblash. Modelni bağlash va hisoblash degan kelgancha bo'lgan atalg'ular birinchisi shu validation. Validation nima? Jazmlashtirish deb oldim. Inference deganni xulos chiqarish deb oldim. Ma kompyuter degan hisoblash. Bu yerda kompyuter degan kompyuter emas, kompyuter degan haqiqiy hisoblash degan bizning uyg'urcha to'g'ri tushunib. And back propagation degan atalg'u. Bu art tortilish deb oldim. Transfer learning degan yutkash degan ma'noni bildirdi. Lekin bu yerda shu transfer degan nima? Transfer deb olganimiz yaxshiroq, chunki uyg'urchadan biroz umumlashdi. Transfer o'rganish degan. Lekin bias deganni tarafdorlik deganda o'ng emas, nima? Tarafdorlik. Endi black box degani qora quti deb oldik. Black box degan nima deganda xulasini aytib va bo'lgan bir narsachi uni iliq bir nima tikilib bo'lmaydigan ashtaq bir hukmlarni yakunlarni bu black box deb qora quti deb. Alignment degan to'g'irlash bo'ldi. To'g'irlash modullarni align qilamiz deydi, to'g'irlash degan ma'ni eng yaxshi. AI ethics nima deganda sunniy idrok axloqiy deydi. Bu yerda abay azroq biz bu to'g'riliq azroq deb o'tdik. Masalan shu AI'larni axloqiy jihatdan ishlatgani bo'lamdi degan. Masalan ba'zi AI'ga har xil nima
ballarga ballarga mümkün aslında şahmane nimalarni chiqaradigan ishlar bo'lsa, ularni to'sash kerakmi, to'sash kerakmi, qandoq deganlarni etiklar, ideal jihatga aql degan gapda bu yerda. Ideal aql degan qo'y, axloq deganda axloqni saqlash ideal sohasi. Data mining deganda ma'lumot qizish deb. Bir şey deganda-chu, men nurg'un ko'rib o'tsam, nurg'un Uyg'urlar bunday sonliq ma'lumot deb oldi ekan. Shuni misol shuni deb o'tay, eng yaxshisi sonliq ma'lumot deb olmanglar. Chunki men data degancha hozir sonliq ma'lumotni o'tib, bu boshqa nurg'un narsalarni o'z ichiga olgan bo'lib ketdi. Sonliq ma'lumot deganning o'zga tushunib doiri bor. Data deganda sonliq ma'lumotni bildirmaydi, faqat ma'lumotni bildiradi. Shuning uchun ma'lumot deb olamiz. And then in muhabbeti kelsak, bu generative AI and LLM. LLM deganimiz cho'ng til modeli degan gapda. Uyatgan sun'iy idrok bilan va cho'ng til modellar. Bu sohada bunday atalg'anlar aytishlar. Masalan, generative AI. Generative AI ni abay biz necha qatim deb o'tdik. Uyatgan AI deb olamiz, uyatgan sun'iy idrok. LLM degani cho'ng til modeli. Transformer deganni mana abay deb o'tdim, as transformer deb olib yaxshiroq. Token, ya'ni shu language modellarda ishlatilgan token degan narsa bor, uni token deb olganimiz yaxshiroq. Unaqa bo'lak, yana bir nima deb yursak qalaymi qanchalik. Prompt deganni abay men deb o'tdim, ya'ni prompt deb olganimiz yaxshiroq. Hozircha endiki prompt engineering degan narsa bor, prompt engineering. Ma u hallusinasyon degan bir yangi atalg'u bor. Bu endi nimani bildirdi deganda xatolik desak bo'lmaydi. Chiqqan xulosalardan-chu xatolishining oldini olish degan, xatolik paydo bo'lishi degan narsa. Çünkü AI xatolashidu. AI'da mesela machine learning mashina o'rganish orqali bir nimalar modellarni taraqqiy qilgandan keyin uningki chiqargan shu hamma nimalar to'g'ri bo'lsa, eng oxirisi chiqargan xulosa xato chiqargan falan bo'lib qoldi. Çünkü buni shu hallucination deydi inglizcha. Endi keyin retrieval augmented generation deganni buni ham inglizda RAG, yani RAG deb oldi. Men bir şeyde RAG deb ağınımız yaxshiroq deb oldim. Men RAG deb diyor bunu. RAG degani R degani retrieval degandan kelgan, A degani augmented degandan kelgan, generalization degan yaratish degan gapda shuning uchun. Bunda context window deganimiz hamda kontekst ko'zniki edi. Fine tuning bu eng asosiysi bir inchik tekshash, inchik tangshash deb oldim. And then qo'lliklar va ul asarlarda bunun qaysilar deganda birinchisi generative adversarial network. Bu ne? Rekabatlik üyengen sun'iy idrok. Endikin diffusion model deganimizda tarqilish modeli. Embedding degani qistirish deb olganmiz. Andin multimodal AI degani ko'p modalliq sun'iy idrok deb olganmiz. AI agentni ham shu endi bu yerda tarjima qilishning hojati yo'q. Biz agenti deymiz-ku, sun'iy idrok agenti deb olsak bo'ladi. Computer vision, ya'ni kompyuter vizyoni deb uni tarjima qilishning hojati yo'q. Endi NLP bo'lsa tabiiy tilni bartaraf qilish. NLP degan tabiiy til. Degan natural degan ma'noda L degani language degan ma'noda, P degani shu processing, NLP. Edge AI degani qir sun'iy AI. GPU
bo'lsa GPUni shu GPU deb asosi bo'ldi. Hamda grafik bir taraf qilish uskuni degan gap. Grafikni bir taraf qilish uskuni. Containerization deganimiz containlashtirish. Yani containlashtirish yani buni uyg'urchaga asosan kirib turgan bir atalg'i qo'shib uni qaytadan uni yana nima qilishni aytdik. Hamda bu bir texnik tamlar, hamda buning ma'nosini tushungandan keyin nimaligini bildim. Bular men bugun mishagichilar nisbatan ba'zi bir boshqa mazmunlar bor. ikki Ha? ikkiga uch mazmun qolibdi. Tugayapti kasb. Tugataymi qanday? Tugadilar. Tugatamda Sayf qolibdi, uch sayfa. ma'lumotni faqat atalg'ularni nima qilishdan buni bir nima buyuk ma'lumot deganda to'g'ri bir batni bu yerda tayyorladim. Buningda nimani buyuk ma'lumot degan hamda shu hozir 4 V'dan tarkib topdi degan. Bu yerda V birinchi V deganimiz nima deganda volume. Volume degani shu hajmi, masalan, sonliq ma'lumotlarningki hajmi nihoyat cho'ngib ketdi-da, buni hajmi deb qo'yamiz. Yani yana birisi variety. Variety deganimiz ma'lumotning turlari nihoyat ko'payib ketdi-da. Shu ma'lumotning turlari. Velocity deganimiz nima degani ma'lumotningki harakatchanlik. Ma'lumot degan sekund bo'yicha o'zgarib turdi. Ularga muqim emas, shuningki turaqsizligi degan bor. Harakatchanlik, turaqsizlik. Yani andiki ma'lumotningki veracity deganimiz ma'lumotningki uncertainty degan ma'lumotning turaqsizligi degan mushtaq 4 deydi. Endi ba'zi bir mutaxassislar buningdan boshqalarda 6-7 vilarni chiqib turganlar bor, lekin asosan shu buyuk ma'lumot mushularni deydi. Yani buyuk ma'lumot deganimiz an'anaviy ma'lumotni bir taraf qilish qurollari unumli holda ilgili sürülmeye ait çoğun, tez ve mürekkep malumatlarını bildirdi. Bu malumatlarını ilgar kompüter çip teknikler arkalı tahlil kılıp yuşurun endişe intiliş ve düşüncelerini aşkarlaşkı buldu. Bunun için dik sözünü koyayım. Yani bir bet göteydi. Bu hamda abay deb o'tgandek shu mashina o'rganishninki shu odatda shu mashina o'rganishda ishlatiladigan shu algoritmlar. Birinchisi linear regression. Linear regressionni siziqliq regression deb. Regression deb lag'inimiz yaxshi. Yani qaytadan nima qilib yurishni aytdi. Siziqliq. Yana birisi bo'lsa support vector machine deydi. Qo'lluğucu vektor maşini. Üçüncüsü olsa Naive Bayes. Naive Bayes degan bir adamning ismi hamda Naive Bayes deymiz buni. Bunaqa bu shu bir modelning bir ismi. Algoritmning bir ismi. Andikan logistic regression. Buni inglizcha o'zbek oldigan logiklik regression. Andın principal component analysis deganni principal hareket analiz. Ya, principal terkip analiz. Yani decision tree degan bir algoritm var. Bunu karar dergi deb oldu. Andikin yana birisi K nearest neighbors deydi. Bunu K en yakın qo'shnilar deb asosladi. Shu til bo'yicha. 8-inchisi bo'lsa random forest, yani tasaddufiy o'rmon deb oladi. Bu shu mashina o'rganish sohasidagi ko'p umumiy ko'p ishlatilgan algoritm. Endi bu yerda bir hukm bo'yicha bu yerda shu balkim statistikadan xabari bor qarindoshlar balkim mana qarab deydi, bularning ichidagi jiqlari shu statistik modellari dedi. Shuning o'xshagan statistik machine learning degan statistik modellarning bir qismi. Statistik model degan nayt kanda ayrıldı. Shuning uchun eng oxirgi batda men statistik modellarning ismlarini bir qo'yib sizlarga bir o'taylar. Bu yerda bilan tushuntirib o'tmayman. Tushuntirish to'g'ri keladigan bo'lsa nayt nurg'un vaqt ketadi. Faqat nima atalg'ularni
Siliştiriş siliştiriş. İkram demen yakın. O en bişlikini qaraydigan bolsak, birincisi en bişliki birincisi. Uni siziqliq regression deb olamiz. Endi qalsa o'ng taraf qaraydigan bolsak, logistic regression. Uni logistik regression deb olamiz. Endi time series ni vaqt seriyasi. Vaqt seriyasi. Survival model degani saqlanish degan ma'noda. Endi decision tree degani qaror darxi deymiz. Ondan neural network ni nerv tori bu necha qatim deb o'tdik. Endi ensemble degani qurashtirilgan deb olaydi. Multivariate degani ko'p noma'lumlik deb olamiz. ANOVA degani ANOVA deb olaversak bo'laveradi. Endi principal tarkib analysis and principal component analysis degan. Naive Bayes degani naive Bayes deb olamiz. Support vector machine qo'llovchi vektor mashinalar deb. Endi eng oxirgisi random forest degani shu tasodifiy o'rmon deganda mushtaq ip mansaq bo'ldi deganlik. Bu yerda albatta bu tushunchalarning har birisini 1 soatlik leksiyaga aylantirgan oldu. Men bu yerdagi maqsadim bular emas, faqat shu atalg'ularni biroz zerikishlik bo'lsa va bir qur anglab, bularni qallig'azib qayta bir qancha qitim ko'rgandan keyin uni ügünüp özlükten bir atal bo'lib ketadi. Men eng oxiri deydiganim nima degancha, hozir biz chet el yashayapmiz va erkin dunyoda yashayapmiz. Bu erkin dunyoda bizning Uyg'ur tilini saqlab kelishda mushundaq nimalar uchun nihoyatda muhim bizning. Hozir Sharq Turkistonda oldigan bo'lsak, u bundaq atalg'ularni ishlatishga yo'l qo'ymaydigan bo'lib ketdi. Bütün şu nimadan chiqqan yosh bolalarga qarab baqsam, bütün davatgan nimalar hammasi Xitoychadan bevosita ishlatilgan bo'lib ketdi-da. Endi Xitoychadan ishlatilgan narsalar bor, xalqaro umumlashgan atalg'ularni aytib ketdi. Biz hamda nimqanchalik xalqaro amal va xalqaro umumlashgan atalg'ularni ishlatdik. Bu uyg'unishga fan texnikaning taraqqiyotiga yaxshi bo'ldi. Ammo biz tilimizningki asası bo'lgan tillarni hergiz yo'qotmasligimiz. Buni biz chet elda muhimroq rollarni o'ynaymiz. Sharq Turkistonga borgan bo'lsak, bunday diksiyani hech kim anglamaydi. So'zlamaydi. Va hamma narsa Xitoycha oldiga bo'lib ketdi. Shuning uchun biz mush sohalarda zerikishlik bo'lsa-mu, ya'ni ko'ngil bo'lib, bo'libmi bolalarga mushtaq narsani o'rgatish kerak. Shuning uchun men bugun endi mushinchilik so'zlay dedim, ya'ni savollar bormi qanday qadrimjon? Savollar aniqsan prezidentning shaklladagi shu sun'iy idrok haqidagi atalg'ularni bir qurib tushuntirish ham bo'lgandan keyin rostga men bu nurg'un narsani tushunmayman, bilmayman bu narsani. Aslida tarjima qilib atalg'ularni ko'pincha qarasam inglizcha bevosita elinibdi, masalan siziqliq bu deydi. Mesela bu narsalarni men bilmayman-da, chunki bu mening kasb munosabatli narsa emas. Siz bu sohada uzun yil ishlab, bu sohada jiq tajriba ko'p ketgan bo'lgandan keyin buni chiroyli to'plab hamda bir xalqni sunay deb yangicha bir atalg'ularni qilibtlashtiribsiz hamda. Men shundaroq tushundim ham nima leksiyaringizdan. Yani atalg'ularni qilibtlashtirib bir demak kelgan bir yaxshi ish bu-mu? Bo'lmasa hammamiz o'zimiz bilgancha o'zimiz qaysilar yoshlik shirkatning nemislik gaplarkim bevosita so'z tarjimasi qilib qo'llangan gapga ana inglizcha xalqaro o'rtaq bir til bo'lgandan keyin shuning bo'ysunligimiz, shuningdan og'inimiz yaxshiroq deb qarayman. Men bu tilshunos emas. Yani bu sohada Uyg'ur tilshunoslar ular o'zining fikrini bayon qilib, bu to'g'risida bir nima qilish kerak hamda. Rahmat hamsa bugungi bu leksiyarimizmi yaxshi bir leksiya bo'ldi hamda. Yani leksiya degan shunday qilgan gap bu munozara yoki analiz qilgan bir bo'lmagandan keyin shu sizning gapingizni anglab bir chiqdik hamda. Yani bugungi bu sun'iy idrok faqat bir texnik emas, bu faqat bizning turmush xizmat usulimizni o'zgartirayotgan bir qurol bo'lib qoldi-da hamda bu narsalar.
Biz Uygurlar Bir de menekemde şu anlık kıyırındaşlar koygan teklifim var şu Abdurrahimcan şunu devetken bulsam. Ve teklifim mesela meyedeki men abay dep öttüm o bir yerde atalıqlarına sürüştürganımızda iş güzdek atalıqlar çıkırdı da. Bularni hem de men özümni %100 to'g'ri deb qaramayman. Meningki bo'yicha minglar deb qaramayman. Faqat nima deganda mush oldimizda mushta bir bilan bo'lgandan keyin agar mushning ichida har qanday atalg'ular o'xshamaydigan ko'z qarashinglar bo'lsa, men shuni bek yaxshi ko'rman. Agar ma mesela karar derkinin nem dep karar derkinin göre başka bir atal bulsak mı? Eğer muvafık atal bulsa şunu oturup koyulmamış. Muşu muzakirni başlaş arkalık biz bunu aşağıdaki muşu AI sayadik atalgılarını bir nime umumlaştırdıgan taraf nem kılımızda şu telefon var meniki. Başka her kandak soraydigan soğallar bir vasıf sağlam buldu. Abdurrahimcan'ın nimesiga Hani şu ılgı sünni akıl muş yakırı köpler hele bir neçe sohbetler buldu da biz bu ilan çıkarma vaktida mı bazı vaktida ılgı sünni akıl dep olduk mesela ki ilanda bazı vaktida İOI dep olduk. Bazı vaktlar sizdeki kelgende sünni idrak dep olduk çünkü bu siz özünüz hem de ilan muşta çıkargan bolsak dep evetken bolgandiken yani onundan başka ifade bildiğimiz çünkü siz bunundan leksiya bermen degan bolgandiken bular deb ashpet chiqadi. Qani misher 3 xil narsa bor. Bugun kun kelganda hamda sunniy aql, sunniy idrok yoki bevosita ashyolarga inglizcha atalishi AI shunaqa. AI. Mesela Mevlana kamlar nima qilgan vaqtda AI deb olaylik deydi. Ama qilib AI deb olamiz buni. Siz kelganda sunniy idrok deb oldik. Qavuljonlar programma qilgan sunniy aql deb oldik. Yig'ib aytganda hammasi bir narsani ko'rsatdi. Lekin üç adamning nazarida bu 3 xil atalg'ular o'tirib chiqyapti. Yani mushtaq bir narsa bizni misol gangratib qo'ydik edi. Chunki menim bilgan gangrab qoldimda tunugan oyoq o'tirib e'lon chiqarib qo'yganligini balla inkos yozib mushtanga desa nimalar javob beraman deb o'ylanib qolib qoldi. Masalan, abetni elektronlik menga. Masalan, biz olimga eng o'qish kirganda bu elektronlik menga deb bir kasb chiqibdi. O bu desa qanday nimda hayron qolibdi. Hozir elektronlik menga demaydi. Bara o narsa amaldan qilib kompüter deb ötep ketishdi. Yani kompüterin bara egizimizin düşüp IT deb onu ötep ketip qoldik hamda. Şuңa bu men yeni başlanganda sunniy aql, sunniy idrok, AI deb başlanganda bugunat yana bu başka bir atalgı almışamdı. Bunu bilmeymiz. Hem sizin hozir sunniy idrok deb erişdingiz, bevosita inglizcadagi ohang tarjimasi Ya idrak deganda o men ijod qilgan so'zim idrak deganda shu aql, farosat degan. Deyman. O shundoq, lekin sizning aşağıda olgan narsa aslında bevosita bevos tarjimasimi deymanda hamda. Hamda bevos tarjima desak bo'ldi. Artificial degan sunniy degan gap. Artificial deganmi? Shundami? Intelligence degan shu aql degan gap, idrok degan gap ma'ni bildirdi. U bevos tarjimasi emas. Jiq narsani hozir ko'rib o'tdik-ku, men bevos tarjima qilib yurmadim. Ma'ni jihatdan biroz o'ylashib, endi qaysisi muvofiq keldi degan shu taraflar biroz ko'ngil bo'ldim-ku. Endi AI ga kelsak, endi mencha asta hammadan AI deydigan bo'lib ketdi. AI deydigan bo'lib ketdi. Lekin hozirda shu nima biroz o'tkuchi davrlar-ku. Keyin balkim biroz yildan keyin biz so'zlaydigan bo'lsak-ku, masalan, bir şeyda mush atalgan deydigan bo'lsak, neyrotoriya, cho'nqur o'rganish, nima, mashina o'rganish degandek narsalarni keyin yani bir ikki yildan keyin balkim shu odatda paranglashganda ishlatadigan bo'lib ketamiz. Hozir ba'zilarga qaror darxi degan nima deb qoldikmiz. Chunki tushuncha yo'q, ufqum yo'q. Shuning uchun biroz boshqacha o'ylanib qoldi bu daraxt, qandoq daraxt bilan qandoq munosabatli bo'ldi degan. U daraxt degandan bo'ldi, nimasi bor-ku, uni ham bu yer so'zlab shunday jiq gaplar bor bu yerda. Har bir uqumni bir asos so'zligini bo'ldi-ku. Hamda men o'zimni shu idrok sohasidan biroz tafsiliyroq ba'zi misollarni keltirib, oddiy misollarni keltirib qiladigan o'ylarim bor. Keyin vaqt kelganda shu anda. Men bugungisini shu tayyor atalg'ularni bir-birlab 200 atalg'uni boshdan oxir o'qib bergandan ko'ra, yilim ozroq shundoq qildik-ku, hamda bunday bir
mazmun jihatdan azroq bo'lsin tushuncha berib mang'izayli degan bundaq o'yda bo'ldi. Shu. Rahmat. Bugungi programmamiz o'zgacha bir program bo'ldi. Ya'ni qolgan kelarki sonlarda ko'rishamiz. Vaqt munosabati bilan mishal oxirlashtirdik. Hammangizga Allohga omonat emsak kelarki sonda ko'rishaylik. Xo'sh. Hammalarga rahmat. Sizga ham rahmat. Xo'sh.